ko'chada kitob sotayotgan amaki. U oddiy savdogar emas. Odamlar shovqinida Navoiyni tinglagan, chang to'zon ichida Pushkin bilan suhbat qurgan inson. Uning kitoblari shunchaki qog'oz emas, har bir sahifada orzular, har bir varog'ida esa hayot yashaydi. Bugun biz sizni tirik ensiklopediya bilan tanishtiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Qahramonimiz 6 yildan beri kitob sotadi. Eng qiziq tomoni, sotayotgan kitoblarning ko'pini avval o'zi o'qib chiqqan. U kitobni pul topish uchun emas, ma'naviyat ulash uchun sotadi. O'zi ham ilmga intilgan, boshqalarni ham ilmli bo'lishga undaydi. Juda kasbni yaxshi ko'raman. Hech qaysi bir kasbda masalan kitob o'qib o'tirishimga sharoit yo'q. Ishim yoqadi. O'zi kitoblarda yozilgan. Yaxshi ko'rgan ishingizni qilayotgan bo'lsangiz, siz ishlamayapsiz, yashayotgan bo'lasiz. Juda yoqadi ishim menga. Jadidimiz behbud etarlar. Turkiston elini ilmsiz qoldirmang. Ilm ma'rifat yo'lida ishlayotganlarni qo'llab-quvvatlang va ularni boshlarini silang. Shunaqa deb qo'yaman u insonlarga. Yaxshi insonlar bor. Shu yaxshi insonlar ozgina go'go yordam berib turishadi. Bundan boshqa hech qanaqa ishim yo'q. Hozirgi kunda bolalar o'qigiz kelyapti jamiyatimizda. Ular bor-ku, fizika, matematika, ximiya, bular mukammal fanlar hisoblanadi-da. Bu fan to'g'risida kitoblar yo'q, topish qiyin. Mana o'zi oxirgi paytda topishim qiyin bo'lyapti. Mana shu ximiya, fizika, matematika kitoblariga juda hozirgi kunda talab ko'p. Bolalar o'qishadi. Hayotda o'rganish uchun doim imkon kerak deyshadi. Kitobchi amaki esa imkonni o'zi yaratdi. Asosan rus tilidagi kitoblarni o'qib, rus tilini mukammal darajada o'zlashtirdi. Har bir sahifa unga nafaqat bilim, balki yangi til eshiklarini ham ochdi. Asosan kitoblarim endi eski bo'lgan bukinist kitob hisoblanadi. Bu bukinistika uylarda saqlanib qolgan kitob. Studentlar uchun bular juda foydali. Mana masalan, yangi kitoblar 40 ming, 50 ming, 80 ming, 100 ming. Ben bu kitobni 5 ming so'mga ham berishim mumkin, 3 ming so'mga ham. Bir xil bolalarga, talabalarga bilib ko'raman, ko'zlariga qarab turib. Pullari yo'q. Ularga tekinga ham beraman. Go'go yetimxonalardan kelib turishadi, ularga ehson berib turamiz. Ilmli ayol madrasadir deyiladi-da. Ilmli ayol madrasadir. U jamiyatni, xalqni tarbiya qiladi. Ilmli ayollarimiz ko'paysa, jamiyatimiz ko'p rivojlanib boradi. O'shancha ayollarga kelib qolsa, juda xursand bo'lib ketaman. Ularga iloji boricha tekinga berishga ham harakat qilaman. Ayniqsa yosh bolalar kelsa, ularga ham tekinga beraman. Kutilmagan xastalik uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Bor yo'g'i 2 dona kitob bilan o'z ishini boshlagan bugungi qahramonimiz bugun mingdan ortiq kitoblar orqali butun jamiyatimizga ma'rifat ulashib, ilhom manbaiga aylanmoqda. 6 yildan beri sotyapman. Kasal bo'lib qo'yanimdan keyin ishsiz bo'lib qo'yanman-da. Og'ir ish mumkin emas. Keyin uyda o'tirdimda, keyin nima qilaman? Somsaxonada ozgina ishlab ko'rdim. Keyin qarasam bo'lmadi. Vavilolik eng boy odam degan kitob bor. Juda yaxshi ko'raman. Oldin firmada ishlaganda o'qiganmiz. Pulim ham yo'q edi. 12 ming so'm pulim bor edi. Birinchi bo'lib qilgan ishim o'sha Chorsuvga tushib 12 mingga 2 ta kitob oldim. Vavilolik boy odamman. Bir xil ish olmaydi, 12 ming so'mdan ish boshlab bo'lar ekan. Yo'q, 12 ming so'mdan boshlaganman. 12 mingdan boshladim. 2 ta kitob olib, ularni 10 mingdan sotdim. Keyin yana 4 ta qildim, ko'paytirdim. Sho'rxomol bozorga borib kitob sotganman. Bugun uning kitoblarini dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar ham xarid qiladi. Yo'l-yo'lakay o'tuvchi har bir inson uchun bu oddiy rasta emas, o'ziga xos bilimlar oroli. Bu orolga tashrif buyuruvchilar nafaqat kitob sotib oladi, balki kitobchi amakidan hayot haqida saboq, ilm va hayotga boshqacha qarashni ham o'rganib ketadi. Menga aytishadi, institutda o'qiganmisiz? Yo'q, men institutda o'qimaganman, 11-sinfni bitirganman. Institutda o'qishga sharoit bo'lmadi. Rebred bir ham yetadi-da. Men institut ta'limini kutubxonadan tekinga oldim. Menimcha isbotlashim mumkin. Ko'p insonlar, katta ustozlar keladi yonimga. Ko'p qizlar, bolalar men bahona institutlarga topshirishdi. Chet ellarga ham topshirishdi. Mijozlar bor. Yaponiyadan kelishadi, yaqinda Italiyadan kelishdi. Germaniya, Amerikaliklar bor. Asosan mendan Abdulla Qodiriyni olishadi ular, Alisher Navoiyning kitobini olishadi. Keyin O'zbekistonning mana bu rasmli kitoblarni, Karim Mahmudov yaxshi ko'rishadi ular. O'zbek milliy taomlarini yaxshi ko'rishadi. 4 ta 5 ta talabalar kelishadi, mana gapiramni eshitib o'tirib, ochiq dars, havoda, tabiat qo'ynida ochiq dars qilib beraman. Ular xursand bo'lib eshitib ketishadi. Yarim soatlab eshitib o'tirishadi. Ustozlar aytadi, hayotdan olsang ta'lim deydi, bera olmaydi hech bir muallim. Mana hayotimdagi muammolarim shunga sababchi bo'ldi. O'ylab qolaman. Agar o'sha paytda bizneslarim o'xshaganda, ishlarim yaxshi bo'lganda, bu ish bo'lmaydi, xohlagan bo'lishim mumkin edi. Yo'q, men ularga qaytanga menga yaxshi hayotni ko'rsatib berdi. Prezidentimiz ham aytganlar, uyg'oninglar, jamiyatimiz uyg'oq insonlarni ko'rib, kitob o'qidim, qiziqib ketib qoldim. Prezidentimiz sababli men uyg'onishga sababchi bo'ldim. Nima uchun? Ular kitoblarga ruxsat berdilar. Men sota oldim kitoblarimni. Shu bahona kitoblarni o'qilib, jamiyatimiz uyg'ongan insonga aylandim. Juda xursandman. Bunday insonlar nafaqat o'z hayoti, balki kasbiga fidoyiligi bilan ham boshqalarga o'rnak bo'la oladi. O'zi ham ilmga oshno, boshqalarga ham ziyo ulashayotgan bugungi qahramonimizning baxt formulasi ham mana shunday ma'naviyat asosiga qurilgan.